Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga ko'k yozuvli silka yaratishni o'rgataman. Mana shunday ko'pchilik so'ragan ekan buni. Ustiga bossam mana kanal chiqadi. Sizga hozir shuni qanday yasashni ko'rsatib tushuntirib beraman. Qani boshladik. Yubormoqchi bo'lgan kanalga kiramiz. Xohlagan matnimizni yozamiz. Masalan, buni ustiga bosib turamiz va tepadagi 3 ta nuqtani bosamiz. Mana shu yerda. Buni bosamiz va bu yerda havola yaratish degani bor. Mana shuni bosamiz. Bu yerga kanalning silkasini qo'yamiz. O'zlarimiz qo'ymoqchi bo'lgan kanalning silkasini qo'yamiz. Menda nusxalanganligi uchun chiqib turibdi. Bu yerga o'zingiz kanalingiz silkasini qo'yishingiz mumkin. Va OK'ni bosamiz. Keyin bu yerda X ni bosishimiz kerak bo'ladi. X ni. Keyin kanalga jo'natamiz. Mana tayyor. Endi buni ustiga bossak, o'sha qo'ygan kanalimiz silkadagi kanal kelib chiqadi. Mana video yoqqan bo'lsa obuna bo'lib, like bosib qo'yamiz. Bundan qiziqarli videolar hali oldinda.